Bu o'zi ochiladi. Mayli, xo'jayin yaxshi boring. Yangisi kelib qoldi. Voy, ishtamiz qani? Bir kun bo'rini oldiga quyon boribdi-da. Men sendan qo'rqmayman debdi. Ha? Quyon gapirishni bilmaydi-yu. Bu yomon yomon kuchli deb bilasizmi? Avazoxindan ham kuchlisiz. Burjubaga konsert qo'yasizmi? Jennamasa qanaqa Avazoxin? Rus komik aktyori Yuriy Nikolingdan ham kuchli. Oh, Yuriy Nikolin oyga birinchi chiqqan fazogir, adashtirma. Sen aytgan aktyor Yuriy Gagarin. Bu o'shaning uchun ham oddiy ishchida bu tupoy hali ham. O'z ustingda ishla, menga o'sha boshliq bo'lasan keyin. Bu o'zi yopiladimi? yopib qo'yaman. Oling xo'jayin, ey, pitani ham zo'r qilasiz. Sportsmenlar ham unaqa pitani qila olmaydi. Hamma narsani qo'shib yeyverasiz. Endi nafsingiz ham yomon-da siz xo'jayin. Bir oylik hisobot qani? Kech topshirdimi xo'jayin? Xato emas. Bir oydan beri yaxshilamayapsan. Boshqa ish topar o'zingga. Xo'jayin, men tilim qursin, noto'g'ri gapim. Mana tilimni stolga qo'yaman. Mushuna urib jingalay qilib qo'yaman xo'jayin, kechiring meni. Yomon hazilga ishlaysan. Sen kesin zerikib qolamiz. Qol, bo'pti, qol. Hisobotlarchi xo'jayin. Ha, bir varaq qog'oz tutib turadi. Sen baribir do'ndiraver ya, men o'zim hal qilaman. Yomon-da bu. Xo'jayin, ajratilgan mablag'ga stadionni qurib bitkazdim. Tappa-tan yo'q. Yaxshi. Bitta turtchi bor ekan. Tur. Yo'lmi, yo'l emasmi? Gol xo'jayin. Sen kelajakni ko'rasan. Katta xo'jayin. Qani? Gol xo'jayin. Qaysi yo'lga o'xsha? Ronaldo. Yo'q, Roberto Carlosni burot tepgan, biriga bir bo'ldi. Men futbolni tushunmayman xo'jayin. Yana bitta tepinchi, ber to'pni. Orqamasa tepib bo'ldi. Mana xo'jayin. Tepi. Gol bo'lmadi. Gol xo'jayin, gol. Mani emas varadi, men turgan hammasi bor-ku. Shu varadi. O'zi ham 9 ga urdi desa xo'jayin, gap yo'q xo'jayin. Kun og'ir o'tdi bugun. Ha, vashi. Ozgina ishlab ham qo'yaylik bo'lmasam bugunga. Ha, ishlaymiz. Xo'jayin, Lalaka o'g'lingizga bo'ri boyvachchaga. Yo'q, menga olib keldingmi deb o'ylab. Xo'jayin, yomon hazil qilasizda. Xo'jayin, bu Lalakuni yangi qadoqdagisi. Ko'rinishi ozgina o'zgargan, lekin sifatida katta o'zgarish bor. Namlikni o'tkazmaydi, yumshoq, botmaydi. Eng muhimi, xom ashyosi chet eldan keltirilgan. Xo'jayin, paxtalarini aytmaysizmi? Yumshoqda. Paxtani gapirib, yengil paxta qo'yib olyapti. Yo'q, qanaqa xo'jayin. Ha, sen ko'ngilda olishni bilasan. Sen zammiding? Ha, unda zamligincha qolib turaver. Nimaga xo'jayin? Endi undan tepasi menman-da. To'g'ri.